Kecha bog'da oy shu'lasi tushmas edi yuzlarimga barg aro boqqan yulduz bugun unar ko'zlarimga negadir orzu qadi desam mana kun kelib yana kechirasiz. Men kitob deyarli o'qimaganman, shunga bir so'ramoqchi edim, bu qanaqa kitob? Yaxshi kitob tanladimmi? Kitobxon qizga o'xshaysiz. O'zbek hikoyalari. Rahmat. Rostini aytsam, o'qishingizdan kuzatib kelayotgandim sizga. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Ha, hikoyalar dedingiz. Bu qanaqa hikoyalar? Abduqayim Yo'ldoshevning hikoyalari. Rahmat. Rosti sizni shu bilan keyin uchratamanmi yo'qmi bilmadim. Ismingizni so'rasam bo'ladimi? Tinchlikmi? Tinchlik. Lekin yaxshi kitob. Albatta o'qing. O'qib chiqsam, ba'zi savollarni bersam keyin bo'ladimi? O'qib chiqardim lekin. Har holda kimdir kitobxon bo'lishiga sababchi bo'lardingiz. Aka, men sizni tushunganday bo'ldimi? Menimcha bu qizga gapirmaganingiz ma'qul-ku. Ishlaymi? Bu qizni taniysizmi? Ha. Ismingizni so'rasam bo'ladimi? Tinchlikmi? Lekin yaxshi kitob. Albatta o'qing. Sizni taniyman. Bu juda ham kitobxon qiz. Bekorga vaqtingiz ketib qoladimi deyman-da. Ha, kitobxon deyapsizmi? Ha, mayli. Unda kitob o'qiymiz. Qo'rqitib yubordingiz. Men ham G'aniboydek telba bo'lib qolmasam deb qo'rqaman. Abduqayim Yo'ldoshevning hikoyalari. Lekin yaxshi kitob. Albatta o'qing. Paring bo'lsa hikoyasini aytyapsizmi? Menimcha unaqa muhabbatlar hozir bo'lmasa kerak. Ya. Bor. Men masalan o'zimni unga o'xshataman. Chunki u bir qiz uchun har doim teatrga boradi. Men esa bir qizni ko'rish uchun har doim kitob do'koniga kelaman. Lekin u hech bo'lmasa qizning ismini biladi. Men ismingizni ham bilmayman. Endi Oydin tunlarni o'qimoqchiman. Menimcha bu asar voqealari sizni juda xafa qilib qo'yishi mumkin. Nega? Muhabbat bor qissalar odamni xafa qilmaydi. Lekin muhabbat qadrlanmasa-chi? Unda o'qimayman. Siz ham ismingiz biror bir asarda bormi hech bo'lmasa? O'sha asarni o'qirmadim. Balkim Ra'nodir. Unda men Anvar bo'lardim. Mehrobdan-chi? Balkim Jamiladir. Yo'q, Jamila bo'lmaganingiz ma'qul. Balkim. Ha, siz kitob o'qimayman degansiz shekilli. Siz 2 haftadan beri kitob do'koniga kelmayapsiz.
va men har kuni kelaman. Va Unda yaxshi. Kitob o'qishingizga sababchi bo'lganimdan xursandman. rahmat. Hech bo'lmasa bu kitob do'koniga yana qachon kelishingizni aytsangiz bo'lar ekan. Ungacha ancha kitobxon bo'lib ketasiz. Kitobxona emas, kutubxon bo'lib qolaman. Mayli. Demak, hali kelmaysiz. Sizni juda xafa qilib qo'yishim mumkin. Bu kitob do'koniga yana qachon kelishingizni aytsangiz bo'lar ekan. Nega qishni chillasida ham kuz taronalarini eshitasiz? Siz qayerdan bildingiz? Juda e'tiborli ekansiz. Menga shunchaki kuz fasli yoqadi. Ha, tushunarli. Lekin siz uchun bir kuy o'rganib keldim. Sizga kitob sovg'a qilsam maylimi? Yo'q. Nega bu yaxshi-ku kitob sovg'a qilsa? Oldin o'zingiz o'qib ko'rdingizmi kitoblarni? Yo'q. O'qib chiqib keyin sovg'a qilishingiz mumkin. Ha. Demak, tavsiya qilish uchun o'qish kerak. Sizga kitob sovg'a qilsam maylimi? Yo'q. Nega bu yaxshi-ku kitob sovg'a qilsa? Oldin o'zingiz o'qib ko'rdingizmi kitoblarni? Yo'q. O'qib chiqib keyin sovg'a qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kechirasiz, ushbu kitobni bitta qizga bermoqchi edim, faqat kitob do'koniga anchadan beri kelmayapti. Ismini bilmayman, lekin rasmi bor. Bu qiz bizni do'konga ko'p kelib turadi. Bo'lmasa, men yo'g'imda kelib qolsa, shu kitobni berib qo'ya olasizmi? Aha, bo'ldi. Hech nima deyishingiz shart emas. Bo'ldi, olib beraman. Yo'q, hali kelmadi. Bo'lmasa, kelib qolsa, mana bu kitobni ham qo'shib berasiz. U qiz kelmagan bo'lsa kerak-a? Yo'q, keldi. Keldi? Voy, ketdi-yu. Nima bo'ldi? Kitoblarni berdingizmi? Kitoblaringizni olmadi, lekin u sizga kitob tashlab ketdi. Kitob tashlab ketdi. Ha, bo'ldi. Bering unda. Javobsiz maktublar. Muhimi ketdi. Buni o'qib chiqamiz. Buni olib qo'ying. Buni ham yig'ib qo'ying. Balki keyin savrab ketar. Men Ra'no ismli ko'plab asarlarni o'qidim.
Birida Ra'no qahramon bo'lsa, birida esa yomon. Lekin hech birida bu Ra'no yo'q edi. Balki bu Ra'noning hikoyasida men ham qahramon bo'lib qolsam. Sizga kim kerak? Ha, bu Ra'noni uyimi? Ha, biz singillarimiz. Yaxshi. Uyda kattalardan kim bor? Opam bor, akam bor. Uyda kattalardan kim bor? Opam bor, akam bor. Ha, siz akamning o'rtog'imisiz? Yo'q. Ha, siz bo'lajak kuyov bo'larmisiz? Yo'q. O'sha bo'lajak kuyov bola qayerda yashaydi? 2 mahalla narida. Ismoil Murod. Rahmat. Kim keldi deb qo'yaylik. O'zi nimaga kelgandingiz? Men opanglarni yaxshi ko'raman. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashganmidik? Ha, siz bilan gaplashayotgandim. Aka, ozgina yordamlashib yuboring. Mana shu kitoblarni Mayli. uyga olib kirgani. Taksini jo'natib yuboraylik, maylimi? Xo'p. Aka, rahmat sizga. Uzr, sizni ham ovora qildim. Qani shu yerga joylashtiraveramiz. Bu kitoblarni hammasini o'qiganmisiz? Albatta, hammasini o'qiganman. Hali bu kitoblarimning yarmi. To'g'risini aytsam, uylanadigan qizim kitobxon bo'lsa deb niyat qilaman. Uyimda shaxsiy kutubxona qilmoqchiman. Hamma yo'g'ini kitob bilan to'ldirmoqchiman. Demak, hali ko'rishib ko'rmagansiz. Men faqat niyat qilganman xolos. Uydagilar qiz topishdi. Endi ko'rishib ko'rmoqchiman. Ha, o'zi nimadir demoqchimidingiz menga? Yo'q. Niyatingizga yeting. Hech narsa demoqchi emasman. Ha, hozir shu kitoblarimni joylab olay, siz bilan bamayli xotir gaplashamiz. Ha, o'zi nima maqsadda? Ya shoshma! To'xtab olma! Menga qara, hali sen filmni orqasiga ko'radigan bo'ldingmi? Maraz, menga qara! Kimsani olma! Sharmanda qilmoqchi bo'ldingmi? It! Ha, Maraz! Yo'q, nima degani bolaga? Nima dedingiz olma? Sensiz dertlerim, sensiz dertlerim, derdi bidemem. Sensiz dertlerim derdi. Ra'no. Oyim chaqiryaptilar, Ra'no. Hey. Ra'no. Oyim chaqiryaptilar. Uzr aka, kitobga berilib ketibman.
Qo'lingiz ancha kelishib qopti. Bu ketishda yaxshi ijrochi bo'lib ketasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, faqat sizga bir xabarni aytmoqchiman. Xo'p. Endi men mashg'ulotlarga kelmoqchi emasman. Iye, nimaga? Endi o'rganganingizda, Hayotda shunaqa voqealarim bo'lib turar ekan. aytgancha siz bergan kitobni o'qib chiqdim. Shunaqa ham qiziqarli ekan. Ha, bo'ronli dovon. Keyin voqealar nima bo'ldi? Qizning akasi ularning sevgisiga qarshi chiqib, boshqasiga uzatib yubordi. Mana gap qayerda? Yo'q, lekin hayotda kurashish kerak. Ha, aytgancha. Siz birinchi muallimni o'qigansiz, to'g'rimi? Oh, meni eng sevimli asarim. Mana o'sha asarda Dushen o'z muhabbatini qanchalik yaxshi ko'radi, lekin muhabbatini kelajagini tanlaydi, to'g'rimi? Bilasizmi, meni hayotimda ham shunday voqealar borki, bir kitobxon qiz meni hayotimda uchrasa, ertaga unga mendan ko'ra yaxshiroq bo'lgan kitobxon uchraydigan bo'lsa, meni kurashishimdan nima foyda? Rost. Sizni ham boshingizni qotirib yubordim. Rahmat. O'rgatganlaringizga. Sog' bo'ling. Siz Aleksandr Dyumaning Qora lolasini o'qing. Unda qahramon muhabbati va mashaqqati ortidan baxtli yakunga yetgan. Rahmat. Shamol senga Afsuski, u hali ham kelmadi. Ayyo. Endi kelishi ham muhim emas. Ha, aytgancha, ana bu kitoblarni berib yuboring. Shu yerdagi biror kitobxonalarga tarqatib yuboraman. Sog' bo'ling. kezarsan dunyo bo'ylab, bulutlarni haydab, yetti iqlim yo'ronlab, nafasing bag'ishlab, baxtlilarga sen faqat armon to'la, qalbim yig'lar seni ko'rolmasdan. Bilsan chindan yolg'on ekan barcha haqiqatlar. Baxtimiz bog'i xazon, ko'nglim bo'lgan vayron, eslab seni men sarson. Nahot kechding oson, chin orzu sevgimizdan. Nega sevdim, nega yondim, kimlardek ko'rdim, ishondim. Ra'no, oyim chaqiryaptilar. Meni kurashishimdan nima foyda? Kechirasiz. Yaxshimisiz? Siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Men Ra'no bilan gaplashdim. U siz bilan akasi o'rtasida bo'lgan hamma vaziyatni aytib berdi. Ozgina xijolatli vaziyat bo'lganini ham aytdi. Lekin nimagadir o'ylandi. To'g'ri, uni uydagilari menga rozi. Lekin siz bilan Ra'noning o'rtasida nimadir bo'lsa, men bu vaziyatdan foydalanib qolmoqchi emasman. Agar uni sizda ko'ngli bo'lsa, Yo, o'rtamizda hech narsa yo'q. Agar nimadir bo'lgan bo'lsa, menda bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ha, dugonalar aytdi. Ertaga o'qishdan so'ng shu kitob do'koniga kelmoqchi ekan. Adashmasam darsi soat 5 da tugaydi. 6 da esa men siz bilan shu yerda ko'rishaman. Hammasini hal qilib olishimiz kerak. Kech qolmaysiz degan umiddaman.
Aka. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Ozgina vaqtingizni olaman. 2 daqiqa mumkinmi? Yo aka, rosti hozir shoshilinch ishim bor edi-da. Ko'p emas, 2 daqiqa. Shuni narsa ko'tarishib oling aka. Sal zarurroq edi. Xo'p, tez bo'lamizmi? Tez bo'lamiz aka. Xo'p. Tezlashaylik bo'lsa. Aka yuravering. Bu aniq olamiz-da. Xo'p, tezlashaylik bo'lsa. Bo'ldi. Qaysi tarafda? Bu naryoqda aka. Bo'lmasmi? Yo'q, mana shu yerda yaqin. Kutmaganmidingiz? Assalomu alaykum. Menimcha bugun kutilmagan ko'p ishlar bo'ladi. Sizga aytmasdan u bolani shu yerga chaqirib qo'yganman. Bolalar hammasi joyida. Aka, meni tanidingizmi? Aka, Ha, tandim. Siz bilan ko'rishgandik kitob do'konida. bu qizga gapirmaganingiz ma'qul-ku. Ishlaymi? Bu qizni taniysizmi? Ha, taniyman. Bu qiz juda ham kitobxon qiz. Uncha bolalarni mensimaydi. Ha. Bolalar bilan gaplashmaydi demoqchimisiz? Ha, mayli, unda kitob o'qiymiz. Sizga o'shanda ham aytdim. Bu qizdan uzoqroq yuring deb esladingizmi? Bugun gapirmoqchiman shu qizga. O'sha paytda ham gapiraman desam, siz zararlashib qoluvdingiz. Aka, shu nimani ortiqchasan hozir. Kim ortiqcha? Tushunmadim, kim ortiqcha? Bolalar hammasi joyida. Shu qarorni o'zimga to'g'ri deb bildim. Daji boru, o'sha kitoblarni ham hammasini o'sha qiz uchun o'qiganman. Siz boshqa ortiqchalik qilyapsiz bu yerda. O'zing uchun o'qisang, ularmiding kitobda? Tushunmadim. Boshiga nima tepmayapsan? Boshiga tepma. Bo'ldi, katta ortiqcha problema kimga kerak? To'xtang. Siz bilan oxirigacha gaplashib ola olmadik. Hammasini hal qilib olishimiz kerak. Kech qolmaysiz degan umiddaman. Hayrat, o'ziga keldingizmi? Aka kecha tushunmovchilik bo'libdi, sal qizishib ketibman. Shu to'g'ri tushunasiz, erkakchilikda bo'lib turadi. Aka shu hozircha davom yo'q deb yozib bersangiz, keyin o'zimiz gaplashib olardik. Ilojisi bo'lsa. Keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, rosti o'sha kuni o'tmoqchi edim. O'sha kuni o'tib ketdi. Hammasi hal bo'ldi. To'xtang. Siz bilan oxirigacha gaplashib ola olmadik. Nimagadir u ham kelgani yo'q. Birinchidan, o'zboshimchalik bilan xato ish qildingiz. Ikkinchidan, uydagilarim bilsa nima bo'lardi? Uchinchidan, ikkingizni ham tanlaganim yo'q. Tanlamaganingizdan shuncha vaqt kutibsiz-da.
Men akasiga hamma bo'lgan vaziyatni tushuntirdim. Endi qolganini o'zingiz tushuntirasiz. Kim ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Bu yog'ini kattalar gaplasha olishadi. Rahmat. Ha bola. Tushmaysan? Mana oyi, o'sha qizni uyi. Juda yaxshi joy ekan. Havosini qara. Havasi. Quruq kiramizmi? Yo'q oyi. Olib kelganmi qamarsan? Yo'q ay. Ha, tayyorlab qo'yganman. Olib kel. Hozir. Mana oyi. Voy bola. Voy tavba qildim-mi? Bunaqa holatga birinchi marta tushdim. Sovchilikka ham kitob olib keladimi ya? Oyi, qachondir sarpoz suruvlardan kitobga ham o'tishimiz kerak-ku. Aytganingda-chi? Ragib, qand qurs, non-pon. O'ylamang. Ularni ham hal qilib qo'yganman. Jonim, men sizni ovora qilmagan bo'lsam ham. Patirni qara, mayizli-ya. Haliga yur. To'xtang, yana bitta savat bor. Sarpo suruvlarni ham oldingmi? Hozir. Xolalardan so'rab, sarponi ham taxlabdi-da. Mana Hali yur. Endi ketdik. Hey. Nima bu? Kitob? Oyi, sig'sa yana kitob olardik. Qancha kitob bersiz oz bu qizga. Voy, o'zim o'rgilay. Ko'z tegmasin bolajonlarimga. Kitob o'qiydiganlar ko'paysin-a. Ko'paysin. Qani kuyov bola? Oldimga-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bu yoshlar kitob o'qir ekan deb savatda kitoblarni ko'tarib kelaverdik. Oyijon, nimamush? Kitob ko'tarib yurarmishman. Men kitob o'qimaydigan bolaga turmushga chiqish tugul uchrashuvga ham chiqmayman. Oyijon, meni tushunmaysiz-da. Men turmushga chiqadigan bola ko'plab kitoblar o'qishini xohlayman. U bilan birgalikda kitob magazini ochsak deyman. Voy. Uzr. Agar sizga yoqqan bo'lsa olishingiz mumkin. Menda bunaqa kitoblardan juda ham ko'p. Siz ko'p kitob o'qiysizmi? Ha, orada o'qib turaman. Oyijon, sizga telefon qilib yuboraman. Bu qanday kitob? Kitoblaringizni ko'rdim. Rahmat. Arzimaydi. Lekin sizga aytmasdan bir ish qilib qo'ydim. Siz kitoblarni o'qib, keyin sovg'a qilish kerak degandingiz. Men
shuncha kitobga ulgurmadim. Barnolar ichra barnor gulmasin gul yormisan gulmasin gul yormisan oshqqa dildormisan